Assalomu alaykum akalar. Mana Toshkent Nazarbayevdagi navbatdagi zinamiz. Mana juda ham uchburchak joy. Bu yog'i 1.20, bu yog'i esa bu yerdan u plitagacha 1 metr masofada. Juda ham qiyshiq joyga joylashtiribdi. Mana shu ko'rinishda chiqqan, aylanib. Juda burchaklari ham uzun, 3 metr baş burchagi. Narigi burchaginiki 1.20 mana. Ko'rinishi bu yerda ozgina 50 sm plashatka qo'yib berganmiz, yana qo'shimcha mana bu joy kattalash uchun. Mana bemalol oyoq qo'yadiganlar ham. Juda ham chiroyli. Shunaqa qiyshiq joylar bo'lsa ham mana bu yoq tomoni 3 metr, bu yoq tomoni esa 1.20, 1.30. Shunaqa qiyshiq joy bo'lsa ham chiroyli cho'tkilab zina moslashtirib qilib beramiz. Joyiga yarashadigan qilib. Aloqa deb zinachi bolalar bu yog'i. Aloqachi qilasiz zina bo'yicha. Keyinroq armatura. Biz armatura tashlaymiz, armaturalarni olib kelib qo'yilgan. Shogird ko'chada kesyapti. Armaturalarni ham hozir tashlagandan keyin ham bitta video qilaman mana. Juda ham bemalol. Mana. Hoppa. Mana. Aslan ko'rinishi aylanib chiqqan. Joylarga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Yangi tuproq to'ldirilgan ekan. Devorga bo'lgan armatura qoqib, dushga to'qib yuboramiz bu joyga hozir. Chiroyli qilib. Shogirdam keldi mana, do'kondan suv olib kelmadi. Suvni olib kelsa yaxshi bo'ladi do'kondan. Mana armatura tashlash jarayoniga ham yetib keldi okalar. Armaturalarni polini tashlab, yonlarini yopib qo'ydik. Endi tufenkalarga harakat. Mana. Bo'ldi mana ilki ham qo'lni bir qator qilib setga to'qiganmiz. Uzun bu armaturani aylantirib tushib ketganmiz uzluksiz. 10 ta tushgan. 10 ta bunaqachasiga 10 ta tushgan. Mana. Shunaqa qiyshiq joylaganmiz, unaqa beraveramiz shunaqa armaturalarni tashlab. Armaturani tashlashiga ham e'tibor berib qo'yasizlar, o'ta idealni qilib tashalgan mana. Burilishlari ham juda chiroyli mana. Bu podushkalarga ham karkaslarni qo'lini to'qib qo'yilgan. Shu joyda. Cho'tki chiqyapti xudo xolasa. Zinamiz haqida ma'lumot, balandligi 15 dan, oyoq qo'yadigan 27 dan qilingan. Shu joyimiz sal torroq bo'lgan hisobiga, kichkinaroq bo'lgan hisobiga balandroq tushgan. Shunaqa. Bu yoq aytganimdek 3 metr mana bundoq, bu yoqqacha, bu yoq esa 1.20. Juda kichkina joy tashab ketilgan. Tomonidan qiyshiq joy. Uy o'zi ko'cha taraf bu qiyshiq juda ham. O'shaning uchun shunga moslab yarashadigan qilib zinani qilib beryapmiz mana. Shunaqa zina xizmatlari kerak bo'lsa aloqachi qilinglar. Ustoz Ziltillo o'zim borib cho'tkilab qilib beraman. Sog' bo'linglar. Okalar. Mana sifatli zinamizni ham xudo xolasa qo'yish jarayonida tepalardan quyib tushib ketdi pastga. Hop, mana shu joydan uyog'i qoldi. Hozir qo'yamiz mana shogirdlar bu yoqda ko'chada zagotovkani ishlayapti hozir. Shu joyda. Mana. Bu yoqda ham o'zi to'lib qoldi xudo xolasa. Juda chiroyli chiqyapti. Bemalol mana shunaqa qiyshiq joylarga ham mana shunaqa zinalarni qilib beraveramiz mana. Liboy zinani cho'chitamiz qaraganda. Mana shu chiroyli chiqdi. Xudo xolasa. Mana shu joyga ozgina quyib chiqsak, mana shungacha bo'ldi. Armaturalar ham mana ideal qilib to'qilgan. Mana. Mana. Shu yerda mana. Juda chiroyli. Shogirdlar mana suvni olib chiqamiz degancha o'tirishibdi mana. Yangi olib chiqishdi. Mana shu do'kondan ham mana shu bezgaz suvni olaverib, bir mashinada qilguncha bir 50 litr bezgaz suv ichib yubordi o'zi ham. Oftobda ishlaganimizga hali ham oftobda ishlaganimizga tinmay bezgaz suv ichib yotibmiz. Shu joyda mana shogirdlar ham. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, okalar, aloqachi qilinglar. Xizmat butun O'zbekiston bo'ylab. Liboy zinani cho'chitamiz.